Assalomu alaykum azizlarim. Bu hafta bizni nimalar kutmoqda shuni ko'rib chiqamiz. Osanga bolam, ke. Beldi, ke bolam. Osanga bo'ldi. Nima har doim shaqa kelishimni kutasan? Tush pastga. Birinchi va ikkinchi pozitsiyadan bittasini tanlaysiz va boshlaymiz. Hafta deyapti, o'tgan hafta siz uchun og'irroq o'tgan bo'lishi mumkin deyapti. Bu hafta deyapti, hamma narsani voqealari qanday ketishiga tashlab qo'ying. Shunchaki voqealarni qanday bo'lsa shundayligicha tashlab qo'ying. Hech nima qilishga ham harakat qilmang. Ba'zi narsalar vaqt hukmiga tashlab qo'yish kerak deyapti. Ozroq dam oling deydi. Ya'ni qandaydir mavzu sizni juda ham ko'p qiynayapti ekan. Bu masalani vaqt hukmiga tashlang deyapti. Yaxshilab dam olganingizdan keyin vaqtni o'zi sizga chiqish yo'lini ko'rsatadi. Bu kartamizni tanlagan insonlarimizga birinchi pozitsiyamizni bu hafta moddiy tarafdan ham juda yaxshi narsalar kelayotgani ko'rinyapti. Ham moddiy, ham ma'naviy juda ko'p yaxshi narsalar kelyapti deydi. Faqat bu vaqt ichkarisida deyapti, ozgina deyapti, o'zingizga e'tibor bering. O'zingizni ko'proq yaxshi ko'ring va o'zingiz uchun juda ham ko'p vaqt ajrating deydi. Ya'ni asosiy vaqtingizni o'zingiz uchun ajrating. Balkida o'sha muammolaringizdan juda ham charchagandirsiz. Shuning uchun vaqt hukmiga tashlab qo'y. O'z-o'zidan yechimi keladi deyotgandir. Chunki oxirgi vaqtlar o'zingizni uncha o'ylamay qo'yibsiz ekan. O'zingiz uchun vaqt ajrating, o'zingizni xursand qiling deydi. Xo'sh, ikkinchi pozitsiyamizni tanlagan insonlarimizni nimalar kutyapti? Birinchi navbatda o'zi otilib chiqdi bu parda. Oilaviy munosabatlarni mustahkamlashi, yolg'iz insonlari esa qismatiga, taqdiriga o'sha yagona bo'lgan insonini kirib kelishi ko'rinyapti bu yerda. Urushib qolgan insonlar bo'lsa, bu ikkinchi pozitsiyamizni tanlagan insonlarimizda yarashuv ko'rinyapti. Ozroq deyapti, moddiy durumingiz yaxshi bo'lsa, moddiy holatingiz yaxshi bo'lsa deyapti, atrofdagi insonlaringizga ham ko'makchi bo'lsangiz bo'laveradi deydi. Nima deganimni tushungan bo'lsangiz kerak. Chunki bu oralar deyapti, juda ham chiroyli bir oilaviy baxt keltiruvchi voqealar va hodisalar ichkasiga kirib boryapsiz. Tiqilib turib qolgan ishlaringiz yurishib ketishi boshlaydi deydi. Ya'ni holatingiz yaxshi bo'lsa, ozgina atrofingizdagi insonlar bilan ham baham ko'ring topgan tutganingizdan deyapti. Chunki nima deydi? Yaqin orada moddiy ahvolingiz juda ham chiroyli bir shaklda yuksalishi ko'rinyapti bu yerda. Hattoki bu borada atrofdagi insonlar ham sizga ko'makchi yoki maslahatchi bo'lishi mumkinligi ko'rinyapti. Ba'zi insonlar to'g'ridan to'g'ri yordam beradi, ba'zi insonlar esa bu masalada sizga juda ham ko'p yordamchi bo'lishi ko'rinyapti. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.